Bu ham endi nima deydi, o'ta arzon yo garantiyasiz holatda bo'lgani yo'q. Xudo xolasa hamma yo'g'iga javob beriladi bunda ham. Assalomu alaykum, qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Hop, bu yer manzili Andijon viloyati, Shahrixon tumani, qaysi mafayligi to'g'risi esimda yo'q. Hop, bu yerga 10,5 metr, 10,66 bo'lgan razmerda eniga terasga veranda qo'yib berdik. Hop, ranglari zolotoy dub, bir qavat yo'l yuvoniydi. Hop, nimalarimiz, materiallarimiz red paint, alyumin, bir qavat yo'l yuvoni, 30 lik patagoniylar bilan xudo xolasa akamiz ishlarini bitirib berdik. Aytib o'tganimdek 10 metr 66, balandligi 170 bo'lgan. Hop, bu yerimiz kvadrati 19 kvadrat atrofida chiqdi. 1 kvadrat narxi 555 ming, 560 ming so'mdan to'xtadi. Ko'pchilik kommentariyada kvadratiga, Telegramda ham ko'pchilik yozyapti kvadrat necha puldan deganlar uchun bir xil kvadrat chiqmaydi, bu aniq. Chunki hamma joyda har xil. Bu joyda misol 550 mingdan to'xtagan bo'lsa, boshqa razmerlar, boshqacha qo'shimchalari bo'lgan joylarda unga qarab kvadrat ham o'zgarib boradi. Xo'p, ishimizga qaytsak, penalar, atido hamma yo'llari, taylari, yo'llari polностью hamma yo'llarni tepalarigacha penalarni to'ldirib quyib, zich qilib yopib berdik hamma yo'lni. Xo'p, har bitta oraliqlari 210, 220 dan to'xtagan. Ko'zlari ham gideta bir-biriga mos, gideta 3-4 sm dan farq qilgan. 50 sm, 47 sm atrofida ko'zlari bo'lgan. Hop, o'rtada bitta eshigimiz bor. Har bitta romda bittadan ochilish, 4 ta rom, bitta eshik bo'lgan. Eshigimizning eniga 125 bo'lgan, balandligi 250 bo'lgan. Eshigimiz to'xtagan joy 2 metrda to'xtagan. Tomonda yana bitta romimiz bor. Red paintni har videomizda, har ishimizda aytib o'tamiz. Bu akfani ikkinchi materiali hisoblanadi. Shu sabab biz ham misol uchun mana akfaga red paint bir-biriga ketaveradi. Ranglari, yupqa qalinlik, stenalari, kachestvalari hamma yo'q, xudo xolasa birga bir javob beradi. Akfani ham, red paintni ham bir-biriga tushishi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, iloji boricha boshida aytaman. Shu joyimizga olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q ichida 10 million 700 ming so'm bo'ldi. Jami summadan. Hop, temir ruchkalari. Lekin aytib o'tish kerak, aksessuarlar hamma yo'qni biz arzon materialni ham doim ko'pchilik ko'rgan bo'lsa biladi, akfani o'zidan ishlatamiz. Sababi bularda garantiya hamma yo'q bor. Petlilari, asosiy ishlaydigan joylari konkretni akfani o'zidan bo'ladi. Sababi ertadan keyinga xijolatchilik bo'lmasligi uchun narxi arzon chiqqan joyda ham mana hamma yo'llarni mustahkamligini inobatga olamiz. Endi yo'q, menga faqat narxi muhim degan odamlar uchun ham imkon qadar arzon holatda chiqarib beramiz, lekin garantiya bizdan so'ramaysizlar. Chunki ruchka zamoylari, oshiq-moshiqlari hamma yo'g'ini arzon materialdan, arzon ishdan bo'ladi. Shu sabab bizda ham garantiya bo'lmaydi. Har bitta romda aytib o'tganimdek bittadan ochilish, shu delfin ruchkalar hamma yo'g'i. Bu endi qilgan holatimiz bu o'rtacha holatda, mustahkamligi ham, narxi bo'yicha ham hamma yo'g'i o'rta holatda bo'lgan obyektimiz bu. Endi akfani o'zidan bo'lgani, to'g'risi narx tomonlama ham akfada ozroq qimmat, garantiyalar ham 100% bo'ladi. Bu ham endi nima deydi, o'ta arzon yo garantiyasiz holatda bo'lgani yo'q. Xudo xolasa hamma yo'g'iga javob beriladi bunda ham. 30 lik patagoniyalarni tashqariga ham o'tkazib berganmiz. Sababi g'ishimiz kichkina bo'ldi. Oldiga 5 sm qo'shib qo'ydik. Shtobi shlaka bilan ham oldi to'silib ketdi. Patagoniyamizni ham u orqali kesib olmadik. Shtobi uyda egasiga ham manfaatli, bizga ham o'sha u qilmaslik holati bilan qilib berdik. Choklari shu o'rtada bitta bor. Sababi 6 metrdan uzun ekan. Qolgan joylari komplekt holatda bo'lgan. Penalarni ham mana atido qilib berdik. Ruchka zamoylari aytib o'tganimdek, ko'rsatmagan bo'lsa, mana akfani o'zida girochkalar yengil holatda bitta qo'l bilan bu tomonlarni ham zich yopishgan. Xo'p, xudo xolasa shuning bilan ishlarimiz yakuniga yetdi. Kimga shunaqa eshik-rom, terasga veranda zarur bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Iloji boricha narxi bo'yicha ham, kачество va garantiya bo'yicha ham chiroyli holatda qilib beramiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.